o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku, bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rding-ku, taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Shularni inobatga olib, mana shu yo'l Abduvaliyev bilan birga menga bir 15 kun ichida o'zing xo'p bo'ladi. E'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlarni shu yo'llarda qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joy-joyiga qo'yish kerak. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku, bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rding-ku, taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan. Qanday yurib bo'lmaydi? Odamlar albatta norozi bo'ladi. Shularni inobatga olib, mana shu yo'l Abduvaliyev bilan birga menga bir 15 kun ichida o'zing xo'p bo'ladi. E'tirozlarni joyiga qo'yish, bu e'tirozlarni shu yo'llarda qanday qilib mana shu zamonaviy yo'l qilib, yo'llarni ravon, to'g'ri, sifatli qilib odamlar bilan uchrashib, odamlarni qaysi uchastkalarda qanday e'tirozi bor, joy-joyiga qo'yish kerak. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku, bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Sifatli yo'llar. Mana ko'rding-ku, taqir-tuqur yurib bo'lmaydi haqiqatan.